Assalomu alaykum, yana bor. Xo'p, bugun Spark'ga воздушный gofrasini ko'rsatib chiqamiz. Xo'p, воздушный gofra eng birinchi va o'zi alishtirishdan maqsad faqat mana shu chirib ketadi. Mana chirib o'sha filtrdan kelayotgan havoni motorga, ya'ni klapinga yetkazib beradigan, воздушный klapanlarga yetkazib beradigan gofra bo'ladi. Motorga yetkazib beradigan gofrasi bo'ladi. Chirib ketganidan faqat shu chirgandan alishtiriladi. Tagdachi uncha-munchaga ishdan chiqmaydi. Xo'p, bu Spark 1.2.5 da. Xo'p, buni yechib olamiz. Hozir yechib olishni ham bir ko'rsatib o'tib ketaman. Buni yechib olganimizdan keyin bunda xo'p, bizga bitta germetik kerak bo'ladi. Bitta lezbo pichoq kerak bo'ladi. Ambar va atvirka kerak bo'ladi. Xo'p, buni eskisini yechib olganimizdan keyin buni ikki xili bor. Xo'p, biz bozorga tushib eskisini yechib oldik. Xo'p, Spark'ga воздушный gofra olyapmiz. Ular bizga ikki xilini tavsiya qilishadi. Xo'p, datchik sizi, mana bu datchik bo'ladi. Datchik sizi xo'p, 60-70 ming oralig'ida turadi. Xo'p, datchikligi 150 mingdan boshlanadi, tam 170 ming, 160 minggacha bo'ladi. Sizlar bez datchigini olinglar. Men sizlarga ancha ekonom qilish ko'rsatib o'tib ketaman, bilmaydiganlar uchun. Bilmaydiganlar uchun katta maslahat, pullarni tejash ancha yaxshi usuli. Xo'p, olamiz. Hech qanaqa ish bola bo'lmaydi, xuddi shunaqa ishlaydi. Xo'p, yangisini olamiz. Bez datchisizni shu 60 ming so'mga oldik. 60 ming so'mga olamiz. Eskisidan xo'p, datchi joyi mana bu tepa tomonida bo'ladi. Datchi joyini kesib olamiz, akkuratni. Akkuratni datchi joyini kesib olganimizdan keyin datchining chetida mana o'z qattim bo'lib turgan ozgina datchining kraskasi ham ko'chadi. Ishtama qilmaydi bu narsa. O'sha rezinkaga yopishib ketgan bo'ladi. O'zini kleyini surib zavodda yopishtirib chiqaradi. Keyin xo'p, ikkinchi tomoni mana patrubkamiz bo'ladi. Mana. Buni tortsangiz, qattiqroq tortsangiz chiqmaydi. Iloji bo'lsa amberlarda yoki tortinglar yoki kesib tashlasanglar ham bo'ladi. Mana chirib ketgan, men kesib oldim. Mana shu bo'ladi. Mana shu kesib tashladim, chetlarini sekin-sekin kesdim. Unda ham xuddi shunaqa mana bunaqa bo'ladi chetlari mana. Chetiga xo'p, o'zini rezinka bilan rezinka yashab turish uchun kleyini qo'yadi zavodda. O'sha qattiqroq bo'lib yopishib turadi. Sal tortsanglar yoki mana bitta chetdan shunday kessanglar, shunday chiqib keladi. Bunga ehtiyot bo'lasizlar. Xo'p, datchini xuddi shunday qilib kesib olasizlar. Datchini kesib olganingizdan keyin datchini mana bitta yopuv joyi bo'ladi. Shu yopuv joyini lezbida shunday kesib olasizlar. Kichkina dumaloq bo'ladi. Mana shunday kichkina dumaloq bo'ladi. Prosta lezbida mana shunday teshik bo'ladi. Birinchi teshigini, pastda turgan birinchi teshigini shunday kesib olasizlar lezbida. Albatta germetik bilan avtosil shunday germetikga surasiz chetiga shunday tiqasizlar. Xo'p, buni tiqqaningizda mana tomonida, mana tepa tomonida rezinkasi bo'ladi. Uzuncha kichkina rezinka bor. Uni kesib olmanglar. Datchini mana shu tepa tomonida, hozir tushuntirib o'tib ketaman. Xo'p. Datchini mana shu tepa tomonida, mana bu o'zi tekis bo'ladi. Ataylab shu o'ng chapidan uzr. Ataylab shu to'g'ri tiqish uchun, mana bu gofrani o'zida ham mana shunday tekis joyi bo'ladi. Xuddi shu datchi tushishi uchun. Xo'p. Ikkita zajimni joy-joyiga qo'yib olamiz. Xuddi shunaqa. Bu yo'g'i ham teshigi ham, bu yo'g'i ham razmeri bir xil bo'ladi bu yo'q bilan. Xo'p, keyingisi mana patrubkamizni ham ko'rsatib ketdik. Buni olib xuddi shunaqa, germetikga surasiz, shunday tushirasizlar. Mana bu datchi qattiqroq ushlaydi, ozgina bosasizlar ustidan. Mana datchining tushgan joyi. Mana shu ikkita rezinka bunday aylanasi bo'ladi. Bitta bo'ladi rezinkasi. Kichkina dumaloqni bitta kesib olsanglar, datchini shunday tiqsanglar, datchining chetida joy bor, o'shanga tushib oladi. Xo'p, kichkina havo kiradigan, havo aylantirib beradigan bachogimizni rezinkasini shunday olib tashlaymiz. Rezinkani amberda qisib turamiz. Amberda bitta qisib olib tashlaymiz. Xuddi shu eskisidan olib, xuddi shu joyga qo'yamiz. Mana shu kesish shart emas. Buni ham kichkina joyi bor. Mana kesilgan o'zi. Zavodskiy. Buni ham xuddi shunaqa o'zini teshigini xuddi shu yoqqa mana tushirganmiz. Tushgan. Chetda o'zingizlar 100 ming so'm foydaga chiqyapsizlar. Yana datchi qo'y, unisi kerak emas. Atiga ketsa 20 vaqtingiz ketadi.
100,000 pullik, 100,000, 120,000 pullik yoninglar qoladi. Hozir ularni ham ko'rsatib ketaman. Xo'p, mashinamiz yoniga keldik. Ikkari motorimiz. Xo'p. Bachogini pastga qaratamiz. Har doim o'zida turgandek. Mana buni ham xuddi o'zini joyi bor, tushadigan. Bu yoqqa buni tushiramiz. Va bunda narigi tomonida tushadigan joyi bo'lmaydi. Motorga ketgan tomonini bu yoqqa qo'yamiz. Mana silindrga ketadigan havoni shunday tiqamiz. Ambarda mana qisadigan. Ambarda qisib, zajimini chiqarib tashlaymiz. Shuni tortsanglar chiqib keladi. Bu oson narsa. Buni ham bitta chetida zajimini shuni atorka deychasilar chiqib keladi bu. Qilamiz bitta. Tak. Datchi tushdi joyiga. Datchini shunday olib tiqib qo'yamiz. Xo'p, maslahat foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar, podpiska bosib qo'yasizlar, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni aytib qo'yasizlar. Xo'p, ko'rsatib o'tib ketishga qaror qilaman. Xo'p, qoldi rezingamiz yana joyida turibdi. Xo'p, endi zajimlarni joyiga qo'yamiz. Qo'lni suratga bo'ladi. Ochib, shunday joyga tushiramiz, shunday qo'yamiz. Bo'ldi, tayyor. Xo'p, endi atorkamizni olamiz. Plus minusni uzib, plusga qo'yamiz. Bundan minusni olamiz. Shunday qotiramiz. Iloji bo'lsa tortibroq yopishtirib qotiringlar, havo ko'p ketmasligi kerak, chang havolar. Bunday qotiramiz. Bo'ldi. Bunisi tayyor. Kengaydi. Ularni yaxshilab joylashtirib qotirib olamiz. Bilmaganlarga katta eslatma, bilganlar uchun bilmaganlarga uzr. Maslahat, bilganlar uchun eslatma. Men ustamasman. Mana shu ustalardan so'rab o'rganib qo'yganman. Bo'ldi, zo'r bo'ldi. Yangi go'pramiz joyiga tushdi. Endi nima qilamiz? Xo'p, tegida patrubka past, bachok pastda qoldi. Buni yopishtirdik, germetgan qo'yib, iloji bo'lsa, xo'p, maslahatim 2 soat, 4 soat yurg'izib turasizlar. Chunki havo nabor bilan havo tortilayotgan paytda germetka agar qurimagan bo'lsa, chang havo bu yerdan o'zi kirib ketaveradi, keyin o'zi teshilib qoladi. O'shaning uchun iloji bo'lsa 2 soat yurg'izib turasizlar mashinani. Qotdi. Datchi olamiz. Shunda bostirib, tugatamiz. Bo'ldi, datchi tushdi. Zo'r. Xo'p, patrubka qo'ydik, buni qo'ydik, qotirdik. Bachok joyida datchiga qo'ydik. Endi yoqamiz. Endi zot qilamiz. Hozir ko'ramiz, chekki ham, xudo xohlasa chek yonmaydi. Muammosiz bo'ladi hozir. Hop. Ozgina kutamiz. Hali. Holati yaxshi. Gapi.
germetika, xo'p, rezinkaga iloji bo'lsa ozgina surib olasizlar, ichkari tomoniga rezinkani и xo'p, ichkari tomoniga rezinka surib olasizlar. Patrubkani o'ziga ham rezinka surib olasizlar. Обязательно datchini qotgan joyiga rezinka shart emas, chunki yerda suragan joy ham yo'q pastki. Datchini o'zini kichkina chetida bir mana shu rezinka tushagan joyi bor, o'sha yoqqa surib olasizlar. Böyle bilan qotirdik va bachogimizga rezinka kerak emas, faqat zajinda turadi. Omon bo'lasizlar, sog' bo'lasizlar.